to'xtatyapman senga. Shavvos to'xtamasagan sana. Assalomu alaykum. Ham tushmaqa. Xizmat otaxon. Yur. Shu yoqami? Yur. O'tir. Ya o'tir. Xo'sh. Mana ularni ko'ryapsanmi? Mana ko'ryapsanmi? Yeb ko'r. Ko'ryapman. Ye. Xo'p. Mana shularning hammasi yerning saxovati. O'zing bundoq tanangga o'ylab ko'r. Bunaqangi jannat makon yer dunyoning boshqa biror joyda bormi? Shu saxovatli yerda odam och qolishi mumkinmi? Yo'q, albatta. Yo'q. Mana shu ketvolimni esimdan chiqarib qoldirsam, bahorda ko'karadi, kurtmak yozib gullaydi. Lekin och qolishi ham mumkin. Qachonki ahmoq, farosatsiz rahbarlarning buyrug'i bilan tish tutilsa, uzumlar kesiladi, bog'lar payqon bo'ladi, odamlar o'ladi, ochdan o'ladi. Tushundingmi? Bozorda meva palonsin. Kattalar hol so'rash o'rniga ko'cha changada o'tadi ketadi. Bechora xalq dardi ichida qolaveradi. Javob ber. Javob ber. Otaxon, siz meni kim deb o'ylayapsiz? Kim bo'larding, rahbarsan? Yo'q, men mehmonman. Farg'onaga boryapman, do'stlari to'yga aytgani. Ha? Nega rahbar deb o'ylayapman deyishadi-ku? Otaxon. Sizni bu gaplaringizni albatta prezidentga aytaman. Ayt, sal talablarni tortib qo'ysin. Mana mevalarni bolalaringga olib boraman. Sizga salomat. Rahmat. Sog' bo'ling. Ko'rishguncha.